Assalomu alaykum aziz muxlis. Rossiya va Ukraina asirlar hamda yaradorlarni almashdi. Bugun Rossiya va Ukraina o'rtasidagi asirlar va yaradorlar almashuvi bo'lib o'tdi. Bu haqida Rossiya Mudofaa vazirligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, ushbu almashuv yil boshidan buyon 4-marta amalga oshirilmoqda. Ukraina nazorat ostidagi hududlardan 246 rossiyalik harbiy qaytgan. Ukrainaga ham 246 ta harbiy asir topshirilgan. Shuningdek, 31 ta yarador askar Ukrainaga berilgan bo'lsa, Rossiya 15 ta yaradorni qabul qilgan. Hozirda barcha rossiyalik harbiy xizmatchilar Belarus hududida bo'lib turib, ularga zarur psixologik va tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Shuningdek, qarindoshlari bilan bog'lanish imkoniyati yaratilgan, deyiladi xabarda. Qo'shimcha qilinishicha, harbiylarni asirlikdan qaytarishdan Birlashgan Arab Amirliklari vositachilik harakatlarini amalga oshirgan. Ma'lumot uchun, tomonlar shu vaqtgacha vositachiligida 3200 mingdan ortiq kishini bir-biriga topshirgan.